Assalomu alaykum YouTube tomoshabinlari, baliq ovish qiluvchilar, kanalimiz a'zolari. Mana bugun yana shunaqa yaxshi joyga mayda marinka baliq ovishga tushganmiz. Bugun hafta kuniga 18-mart 2026-yil. Hamma kirib kelayotgan Ro'za Ramazon hayiti muborak bo'lsin deb qolaman. Bugun to'g'risi gap ishdan kelib damlash bo'lganligi uchun ozgina vaqtimiz bor, 1-2 soat vaqtimiz bo'lib tushib, lekin bu joyda juda ham mayda marinka baliq bo'ladi. Xolasa tutgan baliqlarni qolamiz. Hozircha tushim bilan bir donagina kichkinagina natija bo'ldi. 10 santimetr, 15 santimetrga yaqin urib turibdi, mayda baliqchalar uryapti. Ko'pchilik kommentariyaga yem qanaqa, montaj qanaqa. Montaj 0.3 dan 0.6 gacha bo'lgan kurchoni qo'ysa bo'laveradi bu soyga. Yemni ko'rgan bo'lsak, o'shanda qurti bilan mayda chuvalchanga oladi bu yerda. Qizil chuvalchang bo'ladi. Shu chuvalchanga oladi. Mana, shu chuvalchanga oladi agar yaxshi ko'rinadigan bo'lsa mana. Bu chuvalchang tanasida qon bo'ladi. Undan tashqari mana o'shanda qurtimiz mana shunda. Hamma joyda har xil aytishadi buni. Bizda shalov qurt deyishadi. Qayerdir yana zelonka qurt deyishadi, shunaqa bu nomini har xil aytishadi. Tepa tomonga chiqishga ham harakat qilib ko'raman. O'tgan safar katta natijalar bo'lgan tepa tomonda, lekin video 2 qism bo'lib qolishi mumkin, chunki joy salgina uzoqroq. Taxminan 2 kilometrga boradi. Joyga qishloq sentrdan o'tib turib berish kerak, shuning uchun videoni o'chirib qo'yaman-da. 2 qism bo'lib qolishi mumkin, lekin bu videoni ham yaxshi natija bo'lgan bo'lsa albatta YouTube'ga tashlayman. Yaxshi natijalar bo'ladi degan harakatda qilamiz. Ko'ramiz. Bizni kuzatib boring. Yangi mehmonlar albatta obuna bo'lib qo'ying. Video yoqqan bo'lsa like bosib qo'ying. Bu joyda maydalar yem yeb ketib qolyapti. Pastroqqa ko'chishga harakat qilaman. Ko'ramiz qani pastroqlarni. Quyoshga teskariroq borganmiz bu tomonda. Videomiz qanaqa chiqyapti? Soy bu tomonga o'tib olgan. To'liq quyoshga teskari tomonga ketyapman hozir. Bu tomonga o'tishga harakat qilaman. Mayda baliq juda ham ko'pda cho'qib tashlayapti. Mana aka. Yemi to'g'risi gap ilib qo'yishga musbat qilmayapman-da. Hozir mana shu videoga olmagan qara yana uryapti. Musbat ham qildirmayapti-da. Hangi darajada ko'p mayda baliq. Lekin bizda to'ki ko'psab qo'yishyapti, shuning uchun kattalari yo'q. Mayda baliq ko'p ama. Doimi. Çok kötü hozir. Yemim pashti qolmadi. Lekin shu yemga ham uryapti, mayda baliq ko'pligidan mana shu yemga ham uryapti. Yaqinlashishga harakat qilib ko'raman. Hozir yem yangiladim. Qani ko'ramizda mana tashlayveraylik. Bismillah. Har safar videolarni aytib boraman. Qo'limda videoga otganim uchun har xil holatda bo'layotgan bo'lishi mumkin. Zo'r oldindan
Çünkü ben kolumda syomka qilaman, telefonda kolumda syomka qilaman. Yaxshi urdi hozir. Menimcha oldi ishkilosi. Tashlashim bilan mana yana urush boshlayapti. Mayda baliq ham ko'pda. Hozir syomka qilolmay qoldim, kattarog'ini qochirdim. Lekin mayda yaxshi bo'lyapti. Yo'shim bo'yicha tirik ushlab turishga harakat qilamiz bu baliqlarni oxirida. Natijalarni ko'rsatamiz. Ko'pchilik aka bu baliqlarni qo'yavering debdi. Qo'yaveramiz akajonlar, biz baliqni doimo qo'yaverib ketamiz. Endi alishi mumkin 25 santimetrdan kattasini olib ketishi mumkin. Unda ham ikirasi bo'lmasa, hozirgi paytda ko'payayotgan baliq asli zapret mahal. Hozir baliq ovga mumkin emas. Lekin bilsam bo'ladi. Biz qaytarib qo'yaverib chiqib ketamiz. Asli zapret mumkin emas. Qarmoqda ham baliq ovlash mumkin emas hozir. Hozir yemni yangilab tashladim. Qo'yginchalik lekin urush kamayib qoldi. Qo'ygindan ko'ra sal urush kamayib qoldi. Yana urush boshladi hozir. Hozir teparoqqa chiqib oldim. Şöyle bir yaxshi oldu. Doğrusu yap hozir pastroqqa jetishga harakat qilib ko'raman. Shu joylarga yaqinlatib ko'rsataman. Shu joyga jilib tushaman, pastroqqa yaxshigina joy bor. Ikkala baliqchani ariqchaga tashlab qo'ysak, o'yin joyini topib berib oladi. Endi buyerda mayda baliq ko'p ekanni, shuning uchun ikkalasini qo'yib chiqib ketamiz mana. Qani mana ekan. Bu joyini topib oladi. Kelib mana joylashdim shu joyga. Endi bu joyga anchadan tushmayapman. Natija qanaqa holat, qanaqa o'zgarishlar bo'lganini bilmayman. Suv tagida ham. Lekin suv o'rdan kunlarga qaraganda salgina ko'payib ketdi. Narigi tomonda o'tdi. Qayrmag'im. Narigi tomonga yaqin joyda.
O'taga manchagina chuqurlab ketdi lekin kichkina joylik uchun tez aqimda tez aqib turadi. Bu joy bugun kavlasa ertaga ko'mib qo'yib ketadi. Kuni tez bu joyda. Lekin tosh katta tosh kerak emas. Shu 15 gram, 10 gramlik toshlar qizib ketmaydi. Shu tosh o'zi yetadi. Suv ko'p emasdan. Bu joyda o'ta mayda ekan baliq. Yem yeb ketib qolyapti. Boyaga o'tirgan joyimdan ham mayda baliq ko'paygan bu joyda. Pastroqqa jildim. Shu joyda har safar natija yaxshi bo'ladi. Safar lekin suv ko'p bo'lgan bilan tiniqdasa suv juda tiniq. Lekin mana 2 dona baliqni qo'ygan joylarimda mana shu bir kacha baliq irg'atdi. Chiqmaydi-da. Qani vaqt qaramaydi baliqlar. Bilmayman, lekin katta baliqlar irg'atdi. Yaxshida 2 ton baliqni irg'agani ko'rmayman past tomonda. Hozir to'g'risi gap joy o'zgartirdim. 5-6 metr pastroqqa tushdim. Mana baliq yumshoq. Vah. Qayrmon yana qaytib tashladim. Lekin yaxshigina kattagina baliqni qochirdik. Kameraga chiqdimi tushmadim bilmadim. Lekin katta edi. Yaxshigina baliq. Nima bo'ldi bilmasam. Balkim kurchoq kichikroq kelgandir. Balkim yaxshi yutib aytirib harakat qilgandirmi? Lekin yaxshi katta baliq. Tinchib qoldi bu ham urmay qo'ydi. Hozir 2-3 minut bo'ldi. Qayrmon so'yamiligi hozir shu teshlik. Hozir shayda uryapti lekin. Mayli harakat qilamiz endi nima ham deymiz. Nasib qilganini olamiz-da. Hozir to'g'risi gap qaynog'imiz so'diyap, mana shu